Xo'sh. Ovozlar kelyaptimi? Ovozlar kelyaptimi? Вообще ovozlar zo'r, shikolat. Voy. Bu telefonlarim bir yaxshi ishlamayapti-da. Qani ketdik. Xo'sh. Yetib o'tamiz. Like'larni banglatamiz do'stlarim. Ana. Tak. Adletsa. Tarixingdir ming asrlar o'zbegim. Do'stlarim, bugun efirimiz juda dahshat bo'ladi. Ishonavringlar. O'ta dahshatli efir bo'ladi bugun. Dahshatdan ham battar bo'ladi. Hurmatli obunachilarim, ishonavringlar. Bugun вообще. Tarixingdir ming asrlar o'zbegim. Da. Qani. Ana bo'lmasam, mana bo'lmasam. Ana bo'lmasam, mana bo'lmasam. Ana. Ana. Ana mana. Ana bo'lmasam. Ana ovozlar kelyaptimi? Ovozlar zo'rmi? Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bormisizlar, omonmisizlar, sog'misizlar? Ekranga ikkitadan danglatib uramiz. Danglatib bugun efirda tarqatib uramiz, chunki bugungi efirimiz juda dahshatli bo'ladi, hurmatli obunachilarim. Ba'zi bir haromilarni, ba'zi bir itvachalarni hozir men sizlarga bitta ko'rsatib beraman, do'stlarim. Xo'p, hamma ketdik YouTube'ga do'stlarim, ketdik hamma YouTube'ga. Xo'p, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom do'stlarim. Mana bu yerda menga pound ruscha ko'rsatyapti-da, tova qildim. Bir boshidan. Ana. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Hamma salom do'stlarim. Qaracha hurmatli obunachilarim, bugungi efirimizning asosiy mavzusi Koreya problemasi bo'lyapti. O'zlaring ko'ryapsizlar, Koreyaga juda ko'p o'g'il bolalar, juda ko'p ayollar borib, o'sha Koreyadan turib olib, har xilcha haqoratli, o'zini millatini haqorat qilib, har xilcha bo'lar va so'kinishlar bilan ijtimoiy tarmoqqa tarqalib ketyapti do'stlarim. Buni juda biz kuzatib boryapmiz. Endi do'stlarim, bitta bir ayol chiqib o'tdi do'stlarim. Endi ayollam deb emaydi o'zi aslida, вообще ayollikka arzimaydigan. Hozir do'stlarim yig'ilib olaylik. Bir boshidan ko'rsataman. Haligi to'liq videosi do'stlarim va uni to'liq videosini men Telegram kanalimga albatta joylab qo'yaman do'stlarim. Bemalol 3 minutu nechidir sekund. 3 minutu 30 sekund qaracha o'pshi gapirgan ekan. Umuman futbolga bo'ldi yaqinda chempionat FIFA do'stlarim. O'sha yerda o'zbek bolalarimiz borib futbol o'ynaganiga kraskaz do'stlarim. Haligi butun millat so'kkanda do'stlarim. Butun ves millat so'kkan, hammani haqorat qilgan, haqorat qilmagan odami qolmagan do'stlarim. O'shaning uchun do'stlar bu narsalarni keng tarqatish kerak, bu qanchaqda topish kerak. Qachongacha bu do'stlarim haligi Koreyaga borib olishadi. Eslaringda bo'lsa bitta gentrafara ham bor edi. U ham Koreyaga turib olib turib, o'zini to musulmon bo'lardi, to xristian bo'lardi, to haligi musulmonlarni so'kardi, yana musulmonni qabul qilardi, to o'zini Isus Xristos deb o'rog'di do'stlarim. Shunaqa bir jindiliklar bor. Bilmayman, Koreyani havosi shunaqa jindimi, yo oziq-ovqat shunaqa jindimi, odamlarning kirishasi ketib qoladi do'stlarim. Bularni esa biz dunyoga tarqatishda davom etaveramiz, chunki bularni topish kerak va albatta bularni jazosini berish kerak do'stlarim. Millatda aybi yo'q. Millatning ichida masalan yomon yaxshisi bo'ladi. Bu oddiy holat. Lekin butun bir millatni so'kishga hech kimda umuman haqqi yo'q do'stlarim. Yana undan tashqari yana bitta navoiylik xatirchidan bir bola do'stlar,
u ham chiqib olib otasini urmoqchi ekan, onasini urmoqchi ekan, qarochi dadil gapiryapti do'stlarim. Unga ham bir normal chora ko'rish kerak. O'shaning uchun ham do'stlar maksimalni layklarni bosamiz, maksimalni efirda tarqatamiz do'stlarim. Bu efirda qancha ko'p odam ko'rsa, o'shancha foydali bo'ladi. Manfaatli bo'ladi do'stlarim. Chunki mana bunaqa itta bolalari, dayuslar, fohishalar, galoboy, ko't, translarni vobshe tanatib yuborish kerak. Chunki bular ko'chada yurisha olmasin do'stlar. Umuman ko'chada bir qadam qo'yisha olmasin. Shu darajaga olib kelish kerak. Hamma narsa bizning qo'limizda. Qo'limizdan ketadigan narsa do'stlarim bitta like tarqatib repost qilish do'stlarim. Ekranga ikkitadan urib qo'yamiz, banglatamiz. Emchakvoy meni blokladi debdi. Ha endi ular dayos, ular gaplasha olmaydi, ularda erkaklik g'ururi yo'q. O'shaning uchun ham efirlarida hammani bloklab, hammani haqorat qilib, haligi o'zlari bir narsalarni gapirib qo'yadi. Unim bor 9 minutlik, 19 minutlik videolarim bor deydi. Bizda dalillar bor, isbotlar bor deydi. Keltirib ber o'sha dalillarni, isbotlarni desangiz, sirrazi haligi onangdan so'ra, otangdan so'ra deb o'sha haqoratga o'tadi. Bu oddiy holat. Do'stlarim, ulardan daislardan biron narsa kutish bu jindilikka teng do'stlarim. Xo'sh, hurmatli obunachilarim, yana 3 minut qoldi. Layklarni banglatib bosamiz, ekranga danglatamiz do'stlarim. Albatta 3 ta nuqtani bosinglar, albatta tarqatinglar do'stlarim maksimalni. Albatta do'stlarim repost qilinglar. Albatta dumaloqchani bosib do'stlarim, albatta kanalga obuna bo'linglar. Chunki dahshat narsalar bo'ladi. Dumaloqchani bosib kanalga o'tib yishoni bossalaring do'stlarim. Yerda Instagram kanalimiz chiqadi, Telegram kanalimiz chiqadi. Telegram kanalimizda chati bor, o'tishlaring mumkin do'stlarim. Silkalar ham turibdi, chat silkalari qo'yib qo'yganmiz. Va alaykum assalom hammaga do'stlarim, obunachilarim. Bugun juda dilzarb mavzu bo'ladi. Bunaqa mavzularda o'zim men aksariyat ko'tarmayman. O'zi millat haqorat qilgan, millat so'kkan odamlarni men aksariyat ko'tarmayman, chunki как ни крути, черный пиар тоже пиар deganday, bularni ham xuddi bir reklama qilib qo'ygandek bo'lamanda, lekin bularni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Bularni rostakamiga ko'rsatmasak bo'lmaydi, chunki bular уже granitsa degan narsadan уже o'tib bo'lishdi do'stlarim. Absolutno granitsa qolmadi. Butun bir o'zbek futbolchilarimiz ham so'kib chiqdi do'stlarim. Ishonaveringlar, bir boshidan ko'ramiz do'stlarim. Obunachilar, yana 24 ta like qoldi do'stlar. Urib banglatib uramiz. 2 minutdan tugayapti do'stlar. Sizlaring yaxshimisizlar? Omonmisizlar do'stlarim? Bugun efir lekin dahshat bo'ladi. Haligi slabiy, haligi asabi slabilar luchi ko'rmaganlaring yaxshi. Chunki vobshe dahshatli gaplarni, pizdes gaplarni gapirib tashlagan do'stlarim. Hozir kamginasini qo'yib beraman, buni ahvol qaranglarda. Yangi endi o'zcha karlaydi, onangizga vataningni kutyasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan vataningni kutyasiga. Ahvolni ko'ryapsizlarmi do'stlarim? Otasizlik qamaldimi? Yo'q, hali qamalgan yo'q do'stlarim. Hozir biz boshqa mavzuda yuribmiz. O mavzularni yopganmiz, keraklicha ishlarni qilganmiz do'stlarim. Yetarlicha degan bo'ladi. Qolgani endi o'sha davlat xodimlari hal qilsin do'stlarim. Men masalan, haligi umrimni bag'ishlab endi bularning orqasidan yurmayman-ku. Bu yerda mana unaqa fohishalar turibdi. Haligi qanchaqda bolalari, dayuslar, ko'tlar, shunaqa itti bolalari turganda do'stlarim, men haligi bitta tartiqda orqasidan yurmayman-ku. Prosta hurmatli obunachilarim, ekranga banglatib uramiz. Bu qanchaqda yertaydan bo'lsa ham topish kerak. Albatta buni nakazat qilish kerak. Do'stlarim, bu qanchaqda tez kunlarda, sekundlarda, может быть даже efirimdan keyin ham topishlari mumkin. Chunki Koreyada bizda tanish bilishimiz o'ta ko'p, silishkam ko'p desak ham bo'ladi. Nozimaligi marhumamizga rahmat. Shuni orqasidan ham rosa Koreyadan muxlislarim ko'payib ketdi. Albatta Koreyadagilar do'stlarim, ekranga ikkitadan urib qo'yamiz, layklarni banglatib bosamiz. Bu ahvolda o'zlaring ko'ringlar do'stlarim. Juda achinarli ahvol. Prosta bu qiz yo konturzni bo'lgan, yo qaysidir o'zbek itarib pulini bermadi. Yangi endi o'zcha karlaydi, onangizga vataningni kutyasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan vataningni kutyasiga. Sandagi amladan chiqadi. Vataningni kutyasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan o'zbek erkaklarining kutyasiga. Vataningni kutyasiga jalab. Buni qaysidir o'zbek erkagi do'stlarim haligi solib pulini bermaganmi, ili haligi og'ziga berib og'zini yirtib tashlaganmi, nimadir bo'lgan bu yerda do'stlarim. Albatta buni ham tagiga yetamiz. Tez kunlarda do'stlarim, tez sekundlarda desak ham bo'ladi. Albatta buni ham tagiga yetamiz. Qani qaysi o'zbek yigiti buni og'ziga berib og'zini yirtib tashlagan ekan? Dalsha eshitamiz. Va dalboylar. Senlarni O'zbekiston nima edi? Kutiga nima edi? Ha? Ronaldo kutinga sichyordi, onangizga. Yana bor u. Yutolmasang.
Evet, Qanchiqda bolasi, Jalabda bolasi Ronaldoning o'sha sen maqtayotgan Ronaldoning Abduqodir Husanovdan chichivordi-ku. Futbolni polada surib otdivordi-ku. Ha? Futbol tepayotganda ham Abduqodir Husanovni ushlab turishdi-ku. Bunaqa narsalarni ko'rmadingmi? Yoki bo'lmasa O'zbekiston jamoati gol urganda, golini Ronaldo yugurib borib golni hisoblamaylar deb yig'lavordi-ku. Nimaga bu joylarini gapirmaysan? Butun O'rta Osiyo ko'rdi O'zbekistonda futbolini qanday o'ynaganini. Ronaldoni ko't qilib poladan chiqarib yubordi. Abduqodir Husanov qildimi, kimdir qildi. Ha? Bu narsalarni nimaga gapirmaysan? Sen itti bollari chetga borib olasan-da-yu, o'zbek millatini yerga urish bilan. Haligi alaming borda, o'zbeklar seni priznamat qilmagan. Haligi Ketmondastani zo'r priznamat qilmagandan keyin karislarni cho'chog'ini so'rib yuribsan. Alaming shunda sen. Alaming absolutna shunda. Do'stlarim, banglatib layklarni bosamiz, bu fohishalarni onasinikka tiqamiz. Davom etamiz. Qo'shingga o'ylayman. Voy, qotib qolsanglar yutaman deb o'ylayapmidilar. Jishingni turib, ha? Nimaga borasanlar? Ha? Nimaga borasanlar? Sen o'zbeklar borib, mana shundan boshqa narsa bilmaysanlar. Sanlar mana shu nimada qarisi quli bo'lib, mana bunaqa profilni qo'yib olib, angilab yurishdan boshqa narsani bilmaysanlar. Sanlar bitta joyga borib, bir gol urib, bir anaqa bo'lib ketadigan davlat masalasi buqsanlar. Buqsanlar. Jalabda bolasi. Bularni ko'ryapsizlarmi do'stlarim? Chista millatni urib, millatni pastga urish, millatni yerga tiqish do'stlarim. Bordi chempionatga qatnashdi, qanchadan qancha mamlakatlar qatnasha olmadi. Ha, borib golini ham urdi, futbolni ham o'ynadi. Butun Amerikani stadioni O'zbekistonda bayrog'i bilan deb ketdi. Keyin-chi O'zbekistonda futbolchilari borligini butun dunyo bildi. O'zbekiston degan davlat borligini butun dunyo bildi. Sen fohishalar nima qilib qo'yding O'zbekiston uchun? Yoki bo'lmasa o'zbek millati uchun sen fohishalar, jalablar, dayus, qanchiqlar nima qilib qo'yding? Borib o'zingni millatingni so'kishdan boshqa ishing yo'q sen jalabni bolalarini. Sen imindan mana shunaqa fohishalar, obunachilarim mana bunaqa jalabni bolalarini tanib qo'yinglar. Vallahi hali men do'stlarim, hozir men efirimdan keyin albatta Telegram kanalimda birinchi kommentariyaga yozib qo'yaman. Kanalimga o'tasizlar, bu fohishani videosini olib ochiq belari dostupi bemalol tarqatishlaring mumkin, bemalol любой joyga tarqatib yuborishlaring mumkin. Bunaqa fohishalarni onasinikka tiqib tashlash kerak do'stlarim. Millatini, xalqini so'kaydigan jalabni bolalar. Endi bu o'zbek ham bo'lmasa kerak, chunki men hazar qilaman bunaqa haligi o'zbeklardan do'stlarim. Itta bolalari bunaqalardan. Do'stlarim, davom etamiz. Bu jalabni bolasi aytayapman-ku, bu hamma blogerlar 1 minutlik, 2 sekundlik ko'rsatyapti. Menda to'lig'i bor. 3 minutda qancha ham do'stlarim. Neyse, Ruslan, ot-fotolar. O'ynashmalar, jalablar. Senlar bo'lganing shu. Kirib borib TikTokda, kopra TikTokida vala qilishdan boshlansan, bilmagan o'zbek sassiq yigitlar. Onangizga yana borib, ustomaganiga jahl qo'shib o'ynagan bu chiqolam. Kuting eski bor, Ronaldo. Kutingga borib. Bu do'stlarim, bu o'zi ham, bu gapingiz to'g'ri. Bu ham shu Jentra Farani singlisi bo'lsa kerak. Ko'zlari ham o'zi jentrab yotibdi. Aytayapman, yana qaytaraman. Hurmatli obunachilarim, mana shunaqa itvachchalar bor-da. Bittasi mana Koreyaga borib olgan, bittasi Amerikaga borib olgan, bittasi Kanadaga borib olgan, bittasi Shvetsariyaga borib olgan. Tolka bularda qiladigan ishi do'stlarim, o'zini millatini, o'zini xalqini yamonlash. Sababini bilasizlarmi? Chunki o'zlariga vatan xoini, o'sha qochoq degan nimalarni bo'yniga olish uchun, o'sha yerdan vitna jitelstva, o'sha yerdan fuqarolik olish uchun bular hamma narsaga tayyor. Bular bitta narsani tushunmayaptiki, fuqarolikda olgan taqdirda ham do'stlarim, bu itvachchalarni Interpol, boshqa davlatlarga borganda baribir olib keltiradi. O'sha Jentra Farani ham eslaringda bo'lsa do'stlarim o'z oyog'i bilan keluvdi. Hozir mana 3 yil necha oyga ham 3 yil, 3 oymi, 3 yil, 1 oymi qarocha qamalib ketdi. Davom etamiz bu fohishani bolasini gaplarini. Qo'ygan Ronaldoni ham bor. Yutolmasdan Putinga skepsga jarab oladi. Voy, mazaqlar tomosha qildi. O'romda o'zi sallani olmasdi. Ana salani olmasdi. 20 ta chani davlatda anaqa qilib qo'shib oldi bu safar. O'zi 32 tani 3-chi va 4-chi o'rinni olmasa, sal Qur'onda bor, anaqa bo'ladilar. Qo'yib ketasizlar. Salla kim salla? O'zbek salla. O'zbek sutay salla. Salla bitta gol urarmidi? Mullalar salla o'tirib olibdi, mullachilikni yo'q olib, xudoni yo'q olib. Ana xudovachang bor, nima yordam bermadi? Hech bo'lmasa bitta gol urishga yordam bersa bo'lardi. Xudovachang. Ha? Bu koreyslarga borib olib, bu ham ateist bo'lganmi deyman do'stlarim. Bular kontushni. Do'stlarim, real o'zimiz donlarimiz aytadi-ku, ateistlarning miyasi qisilgan bo'ladi. Bular masshtab degan narsani tushunishmaydi, ateistlar. Masshtab degan narsa bor. U masshtab degani do'stlarim, bu kattaligi,
sensatsiyaligi do'stlarim. O'zbekiston masshtab futboliga o'ynab keldi. FIFA 4 yilda bir marta bo'ladigan jahon chempionatiga borib keldi. Butun dunyo ko'rdi deyapman-ku. Faqatgina bularni maydigina haligi kofir miyalari ko'rmadi xolos. Atak butun ko'rdilaring. O'sha Portugaliyaliklar ham polni O'zbekistonliklarni podishka qildi, yoki ulardan kulgani yo'q. Polni rost hammasi podishka qildi. Lekin bu fohisha do'stlarim, shunaqangi yonib ketyaptiki, что O'zbekiston borib qatnashdi o'sha FIFAga. O'zbekistonning bayroqlari ko'tarildi, Amerikada ko'tarildi. O'shaning uchun ham do'stlarim ko'tlari yonib ketyapti. Bitta buni emas do'stlarim, hamma vatan xo'jiniki yongan. Men kuzatib chiqdim polnisini. Hammasiniki yorilib ketyapti. Do'stlarim, hozir yana bitta narsa qo'yib beraman. Ichkaridagi dalbeblarni ham qo'yib beraman hozir. Alloh qilib ana Allohvachchang. Bitta gol urishga yordam bo'lsa bo'lardi. Kutiganing bitta saladi. Kutiganing dedi. Ronaldo kutigaski 5 marta qildi. Masalan, Ronaldo bu o'zbek erkaklarning kutiga borib 5 marta qildi. Allohga maza qildi o'zim bor. Shunaqangi to'nqayib berdi. Mana o'zbek erkaklari bu asar Ronaldoga shunaqangi to'nqayib berdi. Yo, to'qatirib tazallar. Ona eliskaylar. Bunaqa fohishalar do'stlarim ishonaveringlar. Agar oldimda bo'lsa, bularni bunday o'ylanib ham o'tirmasdim-da, shu kalamga nima kelsa o'sha narsani qilardim. Lekin albatta omidan tiqib og'izdan chiqarib olardim do'stlarim. Bu qanchiqlarni Koreyadagi aka-ukalarimiz banglatib layklarda bo'lsalar, bu qanchiqni sekund topib onasini amiga tiqib tashlaylar. Sekund yo'qib borsalaring ham bo'ladi. O'sha krematoriya bor Koreyada. Shunday o'zini o'zi osib, shunday o'zini o'zi o'ldirib yorsin do'stlarim. Buni haligi yerga tiqmayish kerak. Buni imina o'ligini yoqib yorish kerak do'stlarim. O'sha karislarda qana itni yoqqanday-ku do'stlarim. Buni ham xuddi shunday yoqib yorish kerak Koreyada. O'shandagina bu haligi qolganlariga dars bo'ladi. Buni o'ligini Koreyada yo'q etganlaringda albatta video qilinglar. Do'stlarim, men kanalimda ko'rsatib beraman. Butun bizda xalqimiz ko'rsin, mana itni bolalari yonib ketayotgani, kuyib ketayotgani itagam ko'rinyapti. Itagam o'zbek millatiga kuyib, yonib, ami chiqyapti do'stlarim buni. Itagam ko'rinib o'tiribdi, buni qaranglar. Haligi kulgini orqasida jahli chiqyapti. Chunki O'zbekiston dunyoga tanildi. Senchi jalab biladi, o'zingni millatingni so'kib. Ronaldo hech narsa bir marta bo'lsa ham bor sikka olmadilaring a? Bir marta bo'lsa ham sikka olmadilaring a? Ronaldo bor o'zbek erkaklarning ko'tiga borib 5 marta sikdi o'zi Alloh. Zolim o'zbek erkaklari shunaqangi to'nqayib berdi ko'rsangiz. Onanglar, menga bor, onanglar sali bundan borish. Yana shu sali. Endi saliga rahmat qilib borib, chiqizib qo'yibdi. To'nqayib berdilar endi. Boshqasini eshitib o'tirishga ham hojat yo'q, o'zi oxiriga ham kamina qopdi do'stlarim. Ko'ryapsizlarmi? Men nima uchun mana shu efirlarimda haqorat qilaman do'stlarim? Ko'p kishi aytadi-da, "Timur, siz so'kmang, so'kmasdan efir qiling va hokazo." So'kmasdan efir qilish qo'limdan keladi. So'kinmasdan efir qilish bu problema emas do'stlarim. Umuman problema emas so'kinmasdan efir qilish. Lekin mana unaqa fohishalarga, mana unaqa o'zini millatini, o'zini xalqini, o'zini davlatini Allohni so'kyapti do'stlarim. Allohvachcha deyapti, eshityapsizlarmi? Xudoni so'kayotgan itvachchalarni qanday so'kmasdan javob beradi do'stlarim? Men bu narsalarni qilolmayman. Madaniyat bu madaniyat, to'g'ri. Haligi madaniyatlik bo'lish kerak. Lekin bularga nisbatan emas-da, obunachilarim. Imina bularga nisbatan madaniyat degan narsa umuman bo'lmas kerak. Bularga nisbatan madaniyatning men harfi ham bo'lmas kerak. Bularni faqatgina shunday og'ziga tiqib do'stlarim, bularni osib yoqib yorish kerak. Bularni yerga bermash kerak. Bularga vaqti haligi nima janoza ham o'qimash kerak. Bunga-ku janoza o'qilmaydi, Xudoga shukr, bu ateist ekan. Lekin mana shu qancha ham o'lsa borku, ota-onasi yugurib keladi. Meni qizim bokira edi, mo'tabar edi, haligi muslima edi deb keladi. Nimagadir chetga chiqqan hamma muslimalarda ahvoli mana shundaydi. Bitta Koreyada bitta qiz ham o'zini osib hamma joyda boshini orib tashadi. Do'stlarim, 4 oydan beri hali uni kim o'ldirgan, kim izzasizlik qilganini hal qila olmayapmiz. Haq bo'lganmiz, tergovlar ham yopilgan, hamma narsa yopilgan. Lekin onasi 4 ta qanchiqni yig'ib olib turib, valdir-valdir qilib yuribdi. Bu ham shunaqa narsa. Ertaga bu qizni Xudo uradi, yuzga yuz. Alloh so'kkanlarda ahvolini ko'rdilaring. Bu qizni ham ertaga yuzga uradi. Buni ota-onani ham topamiz. Ota-onasiga men garantiya beraman, qizim musulmon, muslima deb gapirishiga men garantiya beraman do'stlar. Jaqqa javob, bular shunaqa bo'nayning gurlar. O'zlari mana fohishalik qiladi, daislik qiladi, musulmonlarni haqorat qiladi, Allohni so'kishyapti do'stlarim. Sharaq etib o'lgandan keyin muslimani yoqib oladi. Agar New-Zealand haligi ajab bo'lmaydi do'stlarim, uni ham onasi chiqib olib turib, haligi ehson so'rab yursa hali ertaga mana o dayus qizini, haligi kofir qizini ustiga
Endi do'stlarim, xatirchiga qaytamiz. Navoiyda o'zimizning ichimizda bo'layotgan narsaga qaytamiz. Obunachilarim, bu ham dahshatli narsa. Bu ahvolda qaranglar-da, o'g'il bola nima og'zidan chiqayotgan gaplarni qaranglar. Obunachilar ekranda urib yorib yuboringlar. Bu dayusni tomosha qilinglar. Prosta tomosha qilinglar. Bir boshqa bir o'lim. O'taxo'r, haromi. Otam kim o? Dünya keltirganmiz ketib. Inasini otasini uriymish bu. Kim inam otamdi? Hozir ayt bor. Kimda? Inam bilan otam paqish bilan na. Tushunyapsizlarmi? Onasi bilan otasini borib qilib kelar ekan. O itti bolasi, o haromdan bo'lgan, o sen ham o'zingni musulmonman deysan-ku, ko'chaga chiqsang alhamdulillah deb o'rasan, masjidga borgilaring kelib qoladi, ko'chada balki o'zimizda o'zbeklarni ko'rsang, sirazi musulmon deb qolasan. Tim bo'le Navoiyliklar bo'lsa like'larni banglatib bosinglar, xatirchidan deb eshitdim bu bolani. Albatta mana kommentariyalar qo'yilgan do'stlarim, efirim tugagandan keyin birinchi kommentariyada Telegram kanalim bo'ladi. Albatta o'tinglar, bu yetimchani konkretno nakazat qilish kerak. Navoiyda bunaqa ifloslar yo'q edi, qayerdan paydo bo'lib qolgan, vaqti men tushunmayapman do'stlarim. Albatta uni topish kerak, albatta buni adabini berish kerak. Konkretno adabini berish kerak bu itachchani do'stlarim. Ha, shu yerda libbachada qo'yib berdi. Men kimda bu? Sen zo'rmisan? Men zo'rman, inosat. Aytgash. Bir boshqa bir o'lim. Ertaga Navoiylik erkaklar buni oldiga borsin-ku, nakalene turib yig'laydi-da. Men garantiya beraman, buni urishga ham shart emas. Buni ko'zi aytib o'tiribdi. 4 ta Navoiyni bolasi borsa, o'sha xatirchini o'zini, xatirchiliklar, Navoiyliklar qanisizlar, like-ni banglatib bosib, ertaga bu haromini topib, video qilib meni kanalimga tashlab qo'yinglar. Buni men ertaga yana YouTube'ga chiqaraman. Shu do'stlarim, davom etamiz bitpatcha. O'taxo'r, haromi. Otam kim o? Dünya keltirganmiz ketib qo'ydi. Yaxshiroq qo'yib bo'lmaydi. Nima qilib qo'ydi? Nima qilib qo'ydi? Sen super katta. Sen nasha chekkansan, sen aniq nasha chekkansan sen. Nasha chekmasang bitib gapirmaysan. Nasha chekkanmi? Qo'y debman senga. Uxlab turdim, uyg'onib turg'izdingmi? Nima uchun bitib gapiryapsan? Do'stlarim, men bilmayman, biron bir zavod bormi, bir bekirincha zavod bormi, bunaqa bir galdoyiblarni chiqaradigan, bunaqa chummolarni, bunaqa dayuslarni, kofirlarni, xudo urgan bandalarni chiqaradigan bir zavod bormi, fabrika bormi, o'shani do'stlarim topish kerak-da, o'shani yo'qib borish kerak do'stlarim. O'sha zavodni yo'qish kerak. Qayerdan bu itvachalar chiqishadi? Bittasidan qutulsang ikkinchisi, ikkinchisidan qutulsang 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 tasidan qutulsang 20 ta. Do'stlarim, bugungi efirimiz juda dahshatli bo'ladi. Bu narsalarni gapirish kerak. Gapirmasa ham bo'lmaydi. Chunki mana unaqa itvachalar ko'payib ketyapti do'stlarim. Do'stlarim, eslaringda bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram platformalarida, YouTube platformalarida tarqalib ketdi eshak go'shti do'stlarim. Yana eski xalta, eski qop do'stlarim. Bitta tomosha qilinglar, maza qilinglar do'stlarim. Yana haligi go'sht olganda do'stlarim, ishonarli insonlardan olinglar. Chunki Chorsu bozoriga ham tarqalib ketibdi eshak go'shti do'stlarim. 100 nechidir kilogramm Chorsu bozoridan kecha ushlab go'shtlarni nima qilib tashlashdi, musurkaga tashlab yuborishdi. 140 kilo bittasidan. Shaxsi noma'lum go'shtlar. Do'stlarim, prosta pizdes. Qanaqa hayotda yashayapmiz? Musulmonga eshakni go'shtini sotsa, haligi musulmon erkaklar haligi ota-onasini o'ldirmoqchi, qilmoqchi bo'lsa, muslima haligi musulmon ayollar chetga chiqib olib turib o'zini osib hammani aybdor yoki bo'lmasa berdirib qo'yib hammani aybdor qilib do'stlarim, prosta nimalar bo'lyapti men tushunmayapman. Obunachilarim, bularga bir chek qo'yish kerak. Bu itvachalarga chek qo'yish kerak. Qachongacha bu narsalar davom etadi? Do'stlar, banglatib, ekranga ikkitadan uchtadan urib, like'larni banglatib tashlaylar. Bunaqa itvachalar ko'rinsin. Mana hozir o'zlaring eshitasizlar do'stlar. Qashqadaryoda eshak go'shtini Yana Qashqadaryo bilan hukm o'qildi. Qarshi tumanida yashovchi fuqaroning uyidan 247 kilogramdan ortiq eshak go'shti, teri va suyaklar topilgan. U bunday go'shtlarni Toshkentdagi Chorsu bozorida it boquvchilarga berishini aytgan. Tergovda yana bir fuqaro Qarshi tumanidagi Karvon mol bozorida 127 kilogram eshak go'shti sotgani ma'lum bo'ldi. Mutaxassislar mahsulotlar inson iste'moli uchun o'sha 127 kilo o'sha eshakning go'shtini o'zini musulmoniga sotganda, o'zini hamvataniga, ham millatiga, o'zini haligi hamdiniga sotganda do'stlarim, o'zini musulmonlariga sotgan. Bitta narsada do'stlarim, odamlar bilasizlar hozir go'shtning narxi qimmat deb ketgan. Odamlar qiynalib o'sha 120 ming, 150 ming pulni topishadi. Ota-onam yesin, oilam bir go'sht yesin deb bechora shunday go'sht oladi-da-yu, halol mehnat qilgan puliga shunday borib go'sht oladi do'stlarim. U go'sht eshakning go'shti.
To'g'ri, bilmaganga halol bo'lib ketaverishi mumkin. Bo'lishi mumkin do'stlarim. Lekin fakt yes faktda do'stlarim. Fakt u eshak qanday o'sgan, qanaqa kasalligi bor, xren yo'znay. Bu itvachchalarni o'lim uchun xavfli ekanini tasdiqlagan. Sud qaroriga ko'ra birinchi sudlanuvchi 3 yil 25 kun, ikkinchisi esa 1 yil 6 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan. Dahshat prosta do'stlarim. Prosta shunday xayol qilaman-da ba'zida do'stlarim. Mana shu yangiliklarda eshitaman va hokazo qilaman do'stlarim. Xayolimda xuddi bilan haligi fohishaxonani ichida yashaymiz-da. Haligi fohishaxonaning ichida farq yo'q-ku, qanaqa go'shtdan yeyapsan, nima yeyapsan. Xuddi shunaqaga o'xshab ketadi-da do'stlarim. Beg'i pivo festival ijtimoiy tarmoqqa chiqishda-yu, yolg'ondan nakazat qilamiz deb qo'yishdi. Keyin Pena festival bo'ldi do'stlarim. Pena festivalni ko'rdilaring, haligi Ko'pik festivalmi, nima deyiladi o'zbekchasiga? Pena festivalda ko'rdik, haligi muslima qizlarimizni o'ynaganini ko'rdik. Eng qizig'i, ota-ona deban bo'lmaydi. Senlar jalabti bolalarisan, senlar xudo o'rgan dayuslarsan, itta bolalarisan-da. Pena festivalga yarim yalang'och o'ynayotgan qizlarning ichiga 10 yashar, 9 yashar bolalaringni tiqib qo'ygansan. Yosh bolachalar turibdi, yosh qizchalar penaga qo'shilib o'ynayapti, o'sha kattalarga qo'shilib. Girda to'la yalang'och erkaklar, yalang'och ayollar. Do'stlarim, bu qanaqa ahvol? Samarqandliklar, sizlar shunchalik dayuslashib ketganmisizlar? Ha? Samarqandda bir diniy narsalar bor edi. Nima bo'ldi? Epshtenslarda o'llaringda qo'ynay, ishonaveringlar. Epshtenslarda o'llaringda qo'ynan. 5 yashar, haligi 10 yashar, 9 yashar bolachalaring yarim yalang'och jalablar fohishalarning ichida pena qilib bir-birini ko'tiga uryapti. Erkaklar yarim yalang'och tursikda. Yana o'sha yoqqa muslima, tavba qildim, musulmoncha oppoq kiyinib olib, borib ko'tini qimillab o'tirgan qizchalarimizga nima deysizlar? Bularda akalari yo'qmi? Dayus akalari yo'qmi? Dayus otalari yo'qmi? Kim bularga e'tibor beradi? Samarqandliklar bular hammalaringga tegishli. Ve Samarqandga tegishli. Aytishlaring mumkin, bor yo'g'i 10 mingta odam bordi, qolganlar bormadi deyishlaring mumkin. Lekin sizlar sababchisizlar. Sizlar mana shu narsani qo'yib beryapsizlar. Shunaqa pivo festivallar, pena festivallar bo'lyapti. Bolachalaringni xatiyaba jo'natmasalaring bo'lardi. Men tushunaman, qizing teshilib qolgan, bilaman o'g'ling galiboy, ko'tib yotibsan. Bilaman bu narsalarni. Xatiyaba 10 yashar bolachalaringni, 10 yashar qizchalaringni o'sha yoqqa olib bormasang ham bo'ladi-ku. Bizda bitta narsaga hayron qolaman-da. Bepul desa tamom, onasini ko'tiga boboyi ham, momoyi ham 7 yoshdan 70 yoshgacha boradi. Pivo festivalga ham xuddi shunaqa bo'ladi. 12 yashar, 13 yashar qizchalar, erkaklar borgan edi. Pivo festivalda ham biz ko'rdik shu narsalarni. Videolar tarqalib ketdi. Men u videolarni chiqarmadim. Chunki yerda real yosh bolalar turibdi. Katta blogerlar polnisi chiqardi bu narsani. Bepul desa sen onangni eshak deb ko'rlar, dayuslar, o fohishalar. Zang'ilab boraverasanmi? Tavba qildim, biron bir amr ma'ruf qilaylik, yoki bo'lmasa davlat yig'ilishi qilaylik, yoki bo'lmasa yangi qonunda absurdat qilgan xalqni chaqirsa bo'ku, kelsa bir 500 odam keladi-da. Lekin jalabxonalik, gol festival, seks festival, pivo festival, tamom talpa 10 mingta odam kelib ketadi do'stlar. 10 mingta. Nimaga bunaqa chinda bo'lgan odamlar? Hayron qolaman. Undan tashqari Toshkentliklar yana tabriklayman. Yana bugun erta yana pivo festival bo'ladi. Rasul Qushirbayevich aytdi. Yana o'sha mayda qanchalaring, o'sha jalab qizchalaring, 9 yashar, 12 yashar qizchalaring yana o'sha pivo festivalga borib mazza qilib bepul pivoni ichadi. Bitta narsaga kulgim keladi. Afg'onistonda qonun chiqdi. 9 yashar qizni erga beraydigan. Voy, YouTube portladi endi. O'zbeklarimiz kommentar yozyapti. Mumkin emas, u yosh bola-ku. Go'dak-ku hali 10 yashar bo'lsa ham go'dak-ku deyapsizlar. O'zlaringchi? Ha, toshkentliklar, o'zlaringchi? 9 yashar bolachang, 10 yashar qizchang ko'tini qimlatib pivo ichib o'ynayapti-ku. Ha? Samarqandliklar, ha? 9 yashar, 10 yashar o'g'ling, qizing billat haligi pena festivalda o'ynayapti-ku. Ha? Nima Afg'onistonda nimasi farqi bor sizlardan? Hijobni kiyib olib ikkita qiz do'stlarim ko'tini shunaqa qimirlatyapti-ku. Menimcha 13-14 yashar qizchalar. Fohishalar uni oldiga dam oladi. Ishonaveringlar. Ba'zi bir ayollarga tashlab berdim-da, haligi nima bu kim bo'ladi bular fohisham ekan desam, "Timan, bular damla bizilib bo'lgan bu qizchalar" deb. Psixolog ayolda shuni bitta qaraganda aytib berdi. 13-14 yashar qizchalar. Endi sizlarga savol. Afg'onistonda ustidan kuldilaring.
Afg'onistonda qizlar ko'tini qimlatib pivo ichib yurmaydi? Men bu yerda Afg'onistonda maqtash emas. Prosta taqqoslashyapman. Taqqoslashtiryapman. Afg'onistonda masalan ko'tini qimlatib ko'chada yurmaydi, pivo ichmaydi, pena festival bo'lmaydi. Lekin bizda Yevropamiz. Hamma narsa bo'lyapti do'stlarim. Chotki, mana ertaga indinga yana Toshkentda pivo festival bo'ladi. Yana o'sha 9 yoshingdan, menimcha adashyapman, 7 yoshingdan 70 yoshinggacha borasan. Bepul pivo-ku ko'ttingda liqillatib o'ynatasan, dangir-dungur bo'ladi. Yana bir ikkita qizchalarni iznasil qiladi. Albatta bizda xodimlarimiz nazorati ostida. Yo, gapim yolg'onmi? O'tgan dafar ham shunday bo'ldi-ku. Xodimlarning nazorati ostida 14 yashar qizni iznasil qilib qo'yishdi, 15 yasharmi? Farqi nima? 1 yilda ekan farqi. Bu narsalarda do'stlarim, davlatga poxxo'y ekan. Bu narsani ko'rib qo'ydik o'zi. Lekin ota-onalar shunaqa narsalarga yosh bolalaringni qo'yman. Katta qizing teshilib qolgan bo'lsa, boraversin. O'sha yerda siktirib biron bir alkashga bir balo qilib erga tegib ketar. Baxti ochilib ketar. Lekin onasini ensin. Yosh bolalarni pivo festivalga qo'ymanglar. O'sha yerdagi xodimlar mana o'g'lim bormi 9 yashar, 7 yashar bolalarga pivo festivaldan pena festivalga. Sizlar shuni nazorat qilsalaring bo'lmaydimi? Ota-onalar, sizlar sal shuni nazorat qilsalaring bo'lmaydimi? Pena festival bo'lyapti. Erkaklar tursik bilan yarim yalang'och ham demaydi. 90% ochiq, qo'tog'i yopiq deganida bu. Tursik bilan. Ayollar mana unday korotki tursik lifchi kiyib olgan. Bo'lyapti-ku. Siz golli festival desak ham bo'lar, pena festival emas u. Sizlar shu narsani ko'rib turib, 13 yashar, 12 yashar qizingni tiqma o'sha yerga. Tiqma, mumkin emas deb qo'y, tamom. Yoki o'zi oila shunaqada, oila muhit shunaqa bo'lish kerak. Agar oilada fohishalik, faxshlik, nazorat bo'lmasa, yosh bolalar yoshligidan pivo festivalda katta bo'ladi do'stlarim. Menga poxxo'y do'stlarim. Men yana qaytaraman. Bugun chatimda ham shu gapni aytdim. Menga ishla poxxo'y. Meni farzandlarim Rossiyada mazza qilib yashaydi. Mazza qilib yashaydi. Meni farzandlarim O'rta Osiyoda yashamaydi. Sizlarning farzandlaring, sizlarning qizlaring, sizlarning nevaralaring. Shu narsani sizlar oldini olishlaring mumkin. Chek onasidan o'sha Toshkentda pivo festival bo'ladimi? Bir 50 ta erkak yig'ilishkin, o'sha yerga qaragin, nazorat qilgin. Kechki payt bo'ladi. Haliga kechasi ha deb yotaversa, ko'chaga chiqib nazorat qil. Yosh bolalar haydab boringlar, darrov ichki ishlar chaqiringlar, ota-onasini chaqirib, ota-onasini og'ziga beringlar. Bolangga qaramaysanmi, jalabti bolasi deb. Tamom, nima problem bo'lyapti? Davlatga qarshi chiqib qo'zg'alon demayapman. Nazorat qilinglar deyapman. Prosta nazorat qilinglar. Bu kichkina jalabchalarni yoshligidan qattiq ushlasak, hali kechroq jalab bo'ladi. 14 yoshida, 15 yoshida jalab bo'lmaydi-yu, bir 20 yoshida jalab bo'ladi do'stlarim. Ularni peshonasiga yozilgan jalab bo'lish. Meni farzandlarim ahuychilar do'stlarim. Ishonaveringlar, shunaqa shikolat meni farzandlarim. Sizlar o'zlaringizning farzandlaring bilan baxtli bo'lib qo'yaveringlar. Pena festival, pivo festivali bilan omad tilayman sizlarga. Do'stlarim, shunaqa pivo festivallardan keyin mana unaqa otasi bilan onasi bilan zino qilmoqchi bo'lgan itvachalar chiqadi. Ana shunaqa pena festival, pivo festivallardan keyin o'zbek millatini haqorat qiladigan, Allohni haqorat qiladigan, butun o'zbek erkaklarini haqorat qilgan jalabti bolalar chiqadi. Yana boshqatdan qo'yib beraman do'stlarim, cho'ta mana yerda brekda dayuslarga ta'sir qilmas, obunachilarim. Bir boshidan qo'yib beraman do'stlarim. Salla bormalaring, ha? Nima gapti bo'ladi? Menga chunki bo'lmasdan-da, o'ynagani bormalaring. Onangiz kelib, baribir pul qo'yib kelasanlar. Salla o'tiraver, mana kopra TikTokida, yangi endi o'zga qarliga o'ynayotgan vataningni kutgasiga. Bitta gol ham urolmaydigan vataningni kutgasiga. Sandagi anidan chiqadi. Vataningni kutgasiga. Bitta gol ham urolmaydigan o'zbek erkaklarini kutgasiga. Vataningni kutgasiga jalab. Va dalboyiblar. Senlarni o'z Vataning qolmadi, erkaging qolmadi. Ha, negativchilar nima bo'lyapti? Bormi? Mana shunaqa negativ yozadigan sendaqa jalabti bolalar mana shularga dars bergansan-da, mana shunaqa jalabti bolalarga senlar tarbiya bergansan. Senlarni tarbiyangdan keyin mana bunaqa. Ana nima edi? Kutiga nima edi? Ha? Ronaldo kutinga suti yordi-yu, onangiz kayla. Yana bor u. Yut olmasang jahl qo'yishingga o'ylayman. Voy, qotib qolsanglar yutaman deb o'ylaymidilar. Jimni turibdi. Ha? Nimaga borasanlar? Ha? Nimaga borasanlar? Sen o'zbeklar bor-ku. Mana shundan boshqa narsa bilmaysanlar. Sanlar mana shu nima edi? Qarisi quli bo'lib, mana bunaqa profilni qo'yib olib, angilab yurishdan boshqa narsani bilmaysanlar. Bu jalabti bolasini qaranglarda logikasini, qarisi quli deyapti.
biz haligi ko'p, haligi 90% o'zbeklar vatanda turibdi. Sen imенно mana shu fohishani o'zi Koreyaga borib, qarisi cho'chog'ini so'rib, o'sha yerda fuqaroligini olish bilan ovora. O'zi qarasida naq qilib yotibdi do'stlarim. Lekin o'zbeklarga alam kelyapti. O'zbeklarga nima uchun alam kelyapti? O'zbeklar o'zini vatanda chiroyli yashagani uchun. O'zbeklar o'zini vatanda kayf qilib pivo ichib, pena festival qilgani uchun do'stlarim. Buni alami kelyapti. Pivo festivalga borgisi kelganda buni do'stlarim. Yo, bo'lmasa haligi futbolga borgisi kelgan uni olishmagan do'stlarim. O'shanga bu portlayapti. Do'stlarim, shunaqa gaplar. Yana bitta narsa FIFA paytda esimga tushib ketib qoldi. Rostmi bu ma'lumot, yo'qmi do'stlarim, lekin bitta qo'yib beraman, eshitinglar. G'ururingizga o't tushgan deputat Alisher Qodirov terma jamoa futbolchilarini keskin tanqid qildi. Maydon hamma uchun bir xil edi. To'p ham dumaloq, raqibning ortiqcha futbolchisi ham qo'li yoki oyog'i ham yo'q edi deb yozdi deputat o'yin haqida. Uning aytishicha, Portugaliya bilan o'yinda jamoaga kuchli darvozabon yetishmadi. Shuningdek, ayrim futbolchilar bilan allaqachon xayrlashish kerak. G'ururingizga o't tushgan deputat Alisher Qodirov terma jamoa futbolchilarini Bitta narsa shu deputatlarimizni shuni olsakda-yu, o'sha FIFAga qo'yib qo'ysakda, bir 20 minutlik futbol bo'lsin-da, ko'p emas. Bu 20 minutda o'zi 200 ta gol urib yuborishadi. Bir 20 minutlik o'sha Cristiano Ronaldo bilan qo'yib qo'yish kerak bir o'zini. Haligi keyin bir deputatlar bir futbol o'ynasin, bular haligi bir 300 ta deputat bo'lsa ham bo'laveradi. Futbolga ko'proq bo'lsa. Ishonaveringlar, o'sha Alisher Qodirov 555 ta 20 minut ichida gol urib tashlaydi-da, teshib tashlaydi sizlarni. Haligi o'zlaring birinchi o'ynab ko'ringlar, o'zlaring futbol nimaligini his qilinglar. Futbolda haligi sizlar ekrandan ko'rish bu futbol o'ynash degani emas. Ekranda hammamiz ko'ramiz. Nima shamol do'stlarim, shamol. Ekranda hammamiz ko'ramiz. Nima shamol do'stlarim, shamol. Orqada ventilator ishlayapti, ventilatordan kelayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, bu deputatlarimizga hayron qolaman-da. O'zlari futbol o'ynamaydi. Ishonaveringlar, butski ishni bilmaydi. Lekin zing'ilab chiqib olib o'zini aql tushib yuborishi mumkin-da. Bu odamda eslaringda bo'lsa, bundan 1 yil oldin, 2 yil oldin gaz bilan o'zbekning kosasini orqasi oqarmaydi degan edi. Shunaqa odamda bu. Do'stlarim, haligi siyosatchilar o'zlaring tushunmagan narsalarga tiqilmaylar. Mana sizlar aytasizlar-ku, siyosatga qo'shilmaylar deysizlar blogerlarda. Siyosatga qo'shilmayapmizmi? Sizlar ham ko'tlaringni qisinglar, futbolga qo'shilmaylar. Bir aqllaringga o'zi siyosatda eplamayapsizlar. Hamma joyda chichib yordilaring. Haligi gaz narxini ko'tardilaring, bir chiqqandan xalq sirazi tushirib qo'ydilaring. O'zlaring bir chiqoq bo'lsalaring. Qo'yinglar, haligi biz xalq siyosatga aralashmayapmizmi? Sizlar ham futbolga, sportga aralashmaylar, sizlar chichib yorasizlar. Sizlar shu futbolga aralashsalaring, shu sportga aralashsalaring, ishonaveringlar. Alisher Qodirov, imенно shaxsan sizdan haligi sizga o'xshagan insonlar sportga aralashsa, sportga ham ko'tlaringga urasizlar. Itagam sport ko'tiga kirmagan. Haligi jangchilarimizni ko'rdik. Pulni berib qo'ysa, yutqazib ham qo'yaveradi. Haligi o'zidan 5 barobar mayda boladan kaltaga berib qo'yaveradi. Bular narsalarni ko'rdik. Yetadi. Faqat sizlar qo'shilmaylar. Battar bo'lib ketadi. Yana do'stlarim, yana bitta narsa, bu ham haligi bu haqida ham gapirib o'tmasam bo'lmaydi. Ichki ishlar xodimlar tarafdan, ichki ishlar o'sha DXXmi, MXXmi qanaqadir nima xodimlar tarafdan voyaga yetmagan qizchalarni zo'rlash juda ko'payib ketgan. Почти hamma viloyatda bor. Почти hamma viloyatda bor do'stlarim. Ba'zi bir viloyatlarda bir barobar haligi ko'proq, haligi 3 marta, 4 marta ko'proq. Eslaringda bo'lsa, Xorazmda ham ichki ishlar organizatsiya qilgan haligi jalabxonani internet qizlarini chinovniklarga sotishgan edi. Bu juda shov-shuv bo'lib ketdi. Qoraqalpoqdami, Xorazmda bo'lgan voqea bu do'stlarim. Endi Surxondaryoda o'zi o'tgan hafta ham bir marta iznasulni bo'ldi. Undan oldin ham bo'ldi. Haligi Surxondaryoni ichki ishlarimi, Surxondaryo hozir qo'yib beraman do'stlarim. Sizlar sal jindiroqmisizlar? Sal jindiroqmisizlar? O'zlaringda itagam sizlar lupan tagida turibsizlar-da. Haligi davlat tarafdan, prezident apparatura tarafdan mana shunday qaralyapsizlar. Sizlarni men yana qaytaraman. Sizlarda obro'ylaringizni ko'tarilish uchun, ichki ishlarda obro'y ko'tarilishi uchun milliard pullar ketyapti. Milliard. Sizlar bu pullarni tasavvur ham qila olmaysizlar. O'sha pullarga sizlar arzimaysizlar ham. O'sha pullarni, masalan, yo'lga ajratganda edi, yoki bo'lmasa yetim yesirlarga ajratganda edi, bir foyda bo'lardi. Lekin sizlardan foyda bo'lmayapti. Bitta o'zlaring ko'ringlarda, obunachilarim.
Dahshat, короче. Surxondaryoda ham inspektor voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqa qilgani aniqlandi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida voyaga yetmagan qizga nisbatan noqonuniy jinsiy harakatdagi harakatlar sodir etganlikda gumon qilinayotgan sobiq inspektor psixolog Qoyit Gumon qilinayotgan. jinoyat ishi bo'yicha tergov yakunlandi. Viloyat prokuraturasi ma'lum qilishicha, sobiq ichki ishlar bo'limi xodimiga nisbatan Jinoyat kodeksining nomusga tegish, voyaga yetmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish hamda mansab vakolatidan chetga chiqish moddalari bilan ayblov e'lon qilingan. Tergov harakatlari yakunlanib, jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan sudga yuborilgan. Prokuratura jamoatchilikni tekshirilmagan va asossiz ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqirib, voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinoyat sodir etgan shaxsning javobgarligi qonuniy tartibga Yo, bitta narsada nima uchun ichki ishlar yoki prokuratura xodimlari zo'ravonlik qilsa, birontani iznasil qilsa, voy ijtimoiy ko'rsatmanglar, tarqatmanglar deysizlar. Nima uchun? Lekin qaysidir bechora yetim yesir bir bilmasdan ichib olib turib kimdir bilan jinsiy aloqa qilib qo'ysa yoki bo'lmasa haligi ikkita qaravul karta o'ynasa, jar solib butun dunyoga tarqatib yuborasizlar-da. Eslaringizmi 24 mingga ikki kishi karta o'ynagan, ular ham karta o'ynagan, qimor o'ynamagan. 24 ming bilan hech kim qimor o'ynaganini men hayotda eshitmaganman. Ikkita bola o'tirgan, kissasidan 24 ming pul chiqqan, 24 mingni qaranglar. 1,5 milliondan jarima solingan ikkita karta o'ynab o'tirganga. Yana haligi kimdirning kissasidan 24 ming chiqqan, uni ham davlatga musodara qilgan. Как будто 24 ming pul bilan davlat millioner bo'lib ketadi. Ko'ryapsizlarmi ichki ishlar? O'zlaring birovga chuqur qaziysizlarda, yana o'zlaring qazigan chuqurga battar tushasizlar. Lekin battar tushganga nisbatan Surxondaryoning ichki ishlaridan men davnom gapirganman. Juda ko'p haligi harom qalish ishlar chiqadi. Juda ko'p harom qalish ishlar qilib yurishadi. Do'stlarim, yaqqol mana doказательствоsi уже norasida qizlarga. Bundan oldin ham bo'lgan edi. По-моему, biz ariza kiritganmiz, buni YouTube'ga olib chiqmaganmiz. Nomlarini ham aytib o'tirmayman. Men Telegram kanalimga kirib, mendan yordam so'ragandi. 13 yashar qizni Surxondaryoda bo'lgan, ili Qashqadaryoda, точно eslolmayman, arxivimda turibdi. Goloslar, zapslar, razgovor hammasi turibdi. 13 yashar qizni iznasib qilib, hattoki jinoiy ish ham ochilmagan. Tushunyapsizlarmi? Hatto jinoiy ish ochilmagan. O'shani advokatlar orqali va hokazo orqali buni ijtimoiy tarmoqqa chiqarmasdan o'sha ichki ishlar xodimini 5 yilmi 7 yilga qamatib yubordik. Do'stlarim, bu narsalarni biz chiqarmadik. Hurmatli obunachilarim, ko'ryapsizlarmi qanaqa haqiqatlar bor? Blogerlar mana unaqa narsalarni olib chiqish kerak. Bizda aksariyat blogerlar o'sha qimorda reklama qilishadi yoki boshqa narsalarda reklama qilishga tayyorda-yu, do'stlarim. O'zi men Svetrani yaxshi ko'raman. Haligi hamma narsani tayyor, lekin haqiqatni olib chiqmaydi. Lekin odamlar haqiqatni eshitishda sizlar ham bilishlaring kerak. Mana bu yerda daislar kiryapti-da-yu, negativ yozyapti. Nima uchun? Seni qizingni iznasib qilganmi? Ochib qo'ydimmi? Erta qizingni erga bera olmaysan yo Koreyaga jo'natib yuboraverasan. Mana men koreyalik qancha bu yerda o'zbeklar so'kyapti, mana yerda bir ikkitasi negativ yozib o'tiribsizlar. Maqsad nima? Fohishalikda targ'ibot qilishmi, o'zingni vataningni, millatingni, xalqingni, diningni sotishmi? Shumi senlarning maqsading? Bu narsalarni biz bilamiz. Senlar negativ yozmasang ham bilamiz. Senlarning maqsading shu, diningni sotish, davlatingni sotish, boshqa davlat senga fuqarolik bersa bo'ldi. Sen haligi o'zingni faqat o'ylaydigan shunaqa egoist, shunaqa yovuz, haligi tajovuz insonlarsizlarda do'stlarim. Rais to'g'ri gapiryapsiz. Rahmat obunachilarim, ko'rlaring do'stlar, eshak go'shtidan xushyor bo'linglar. Go'shtni hozir do'stlarim endi shunaqa zamonda yashayapmiz. Go'shtni haligi faqatgina molda bo'ladigan joylarni olaveringlar do'stlarim. Ili bo'lmasa haligi ryobrishkalarda olsalaring, haligi biqin haligi go'shtlarini eshakda unaqa biqin bo'lmaydi do'stlarim. Eshakda bizda eshaklarimizda tim bo'lib bo'lmaydi. Minilib, sikilib, tirayib ketgan ular. O'shaning uchun biqin go'shti kattami, значит molda go'shti do'stlarim. Tuyani go'shti bo'lmasa kerak endi. Do'stlarim, go'shtni juda qarab o'ylar do'stlarim. Juda qattiq ketyapti. Tarqalib ketgan, почти 1,5 tonnadan ortiq bu endi bu chiqqan narsa Chorsu bozoriga tarqalib ketgan, sotilyapti. Mana bugun ham sotilgan, erta ham sotiladi, ertadan keyin ham sotiladi do'stlarim. Endi bular ba'zi birlar haligi veterinardan pechat urdirib beryapti, mol go'shti deb, bunaqa narsalar ham bor do'stlarim. Go'shtni qarab qo'yinglar. Masalan, buqani go'shtini so'rasalaring, buqani go'shtlari bilsalaring katta bo'ladi. Katta bo'ladi. O'sha katta go'shtdan 1 kilo kesib beradi, yarim kilo kesib beradi. Zato sen uvereni bo'lasanki, sen u molda go'shti. Eshakni go'shti katta bo'lmaydi do'stlarim. Eshaklarda haligi figurasi buqanikidan 2 barobar, 5 barobar mayda. O'shaning uchun ko'z bilan qarab o'yla do'stlarim. Qassobga ishonavermanglar. O'sha
ana shu qassoblar o'zini musulmon deydi, o'zini hoji aka deydi. Ana shu qassoblik qilayotganlarga garantiya beraman do'stlarim. O'zini hoji aka deydi, hoji ota deb chaqirishadi. Mana shular shunaqa eshit qiladi. O'zini musulmoniga eshakdek go'shini sotish bilan ovora bo'ladi. Hurmatli obunachilarim, ekranga banglatib mashina qilib ekranga urib tashlaymiz. Ikkitadan uchtadan ursalaring layklar bo'lib ketadi. 3 ta nuqtani bosib repost qilinglar. Maksimalni bu efirlarda maksimalni tarqatinglar do'stlarim. Bu qancha laykdan menga masalan senlarni pulingga ham, o'zingga ham qo'yib qo'yganman. Ishonaver. Pulim ham hamma narsam o'zimga yetadi. Bu videoni qancha ko'proq odam ko'rsa, o'shancha ko'proq odam tushunadi. Mana shu dayuslar ko'payib ketganini, eshak go'shti ko'payib ketganini, fohishalar ko'payib ketganini, ota-onasi bilan zino qilmoqchi bo'lgan itlar ko'payib ketganini do'stlarim, o'shancha ko'proq odamlar ko'radi. Navoiyliklarga yana bir marta qo'yib beraman. Navoiydan xatirchi degan joydan. Do'stlarim, itvachchani qaranglar. Navoiyliklar bormi? Layklarni bosamiz, tarqatamiz repost qilib. Inasini otasi uriymish bu. Kim inam otamdi? Hozir ayt bor. Inam bilan otam paqish bilan nargizdi. Ha, shu yerda lubbacha qo'yib berdi. Hech kimda bu. Sen zo'rmisan? Men zo'rman, inotam. Alkash. Jonga bir boshga bir o'lim. O'taxo'r, haromi. Otam kim o? Dunyo keltirganimizda keltirib qo'ydi. Yaxshi qilib nima qo'ydi? Nima qo'ydi? Sen super katta. Sen nasha chekkansan, sen aniq nasha chekkansan sen. Nasha chekmasang bitib gapirmaysan. Nasha chekkanimi qo'y debman senga. Uxlab turdim, uydan turg'izingmi? Nima uchun bitib gapiryapsan? Ko'ryapsizlarmi do'stlarim? Ana shu har bitta sizlar like bosasizlar, har bitta repost qilasizlar, har bitta tarqatasizlar. Mana shunaqa itvachalar, mana shunaqa xudo urganlar maksimalni tarqaladi. Maksimalni ko'p odam ko'radi do'stlarim. Bu videolarda to'liqdan to'liq hammasini men o'zimda Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman do'stlarim. Albatta kirishlaring mumkin. Kimdir hozir telefon qildi efirimda, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ana bu nima balo bu? Tak. Oho, odamlar meni televizorda tomosha qilyapti. Obunachilarim lekin молодец lekin addushi. Вообще addushi. Do'stlarim, bunaqa videolarim meni ko'p. Prosta bitta efirda haligi 999 ta narsani olib chiqsam hamma joy portlab ketadi do'stlarim. Ishonaveringlar. Вообще ishonaveringlar, hozir yana bitta video bor edi. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgandim shuni. Do'stlarim, yana bitta narsa haqida yana gapirib o'tay. Buni ertaga podrobno efir qilmoqchiman. Hurmatli obunachilarim, bitta narsani sizlar o'zlaring uchun tushuninglar. Obunachilar, mo'min musulmonlar, muslima ayollar, musulmon ayollar, miyalaringga qurt tushgan jindilar. Ensi jins uchun YouTube'ga bormaylar, Telegramga bormaylar, Instagramga bormaylar do'stlarim. Ensi jins kirgan bo'lsa, endi shunday deb o'ylaysan. Birinchidan inslar bilan jinlar, ajinalar, shaytonlar odamning ichiga kirmaydi. Odamda tegib ketadi, o'sha jindaroq bo'lib qolasan, kirishing ketib qoladi. Jin chalgan degan gap shu yerdan kelib chiqqan. Borib do'stlarim, domlalarga boringlar, masjidlarga boringlar. Mana unaqa jalabni hozir ko'rsataman videosini, layklarni bosamiz do'stlarim, hozir ko'rsataman. Instagram jalabni bolalardan to'lib ketgan. Bunday qilyapti bittasi. Qo'liga toshni oldi, ko'rinib turibdi. Ko'p-so'f qilyapti-da, qo'lidagi tosh tashlayapti, xuddi buni og'zidan chiqib o'tganday. Mana ajina tushdi deyapti. Obunachilarim, bu jindilik. Obunachilar jindilik, masjidga borish, dalbayoblar, musulmonsan-ku. Qanday masjidda haligi shuncha domlalar turadi masjidda, o'sha yerga borib o'qitgin, ko'ting qichigan bo'lsa. Bunaqa joyga aksariyat men ko'ryapman, erkaklar kam. Ayollar ko'p. Ayollar sizlarda nima ajina bilan sizlar nima sekslaring bormi? Nima bo'lgan? Nimaga faqat ayollarga kiraveradi ajinalar? Erkaklarga kirganini men ko'rmayman-da, kamdan kam yibanotda. O'sha erkakka ajina kirsa, bunday tekshirsalaring psixikasiga joyida emas. Kirishasi ketgan. Bismillah deyishni bilmaysanmi, onayning gurlar. Oyatul kursini uyingda o'qigin, chiqib ketadigan narsalar bular. Tushunyapsizlarmi? Kerak emas mana unaqa jalabdonlarga bor. Buni qaranglar. Yo'qyapti o'raylikda odamni. Odam yo'qyapti arovi. Sehraslov qayerda? Yedirganmiz asan. Buni kimdir yaxshilab yedirgan, yo konkretno yedirmagan, kirishasi ketib qolgan. Sen Allohdan qo'rqan, yo'tal bo'lib chiqasan. Yo'qyapti onachi, yo'qyapti odamni. Bitta narsada jinkashlar.
Senlar-ku mashinniksan. Endi onalaringda eshaklar sikib ketsin senlarni, ishon. Odamni ham yoqasanmi, u yonib ketishi mumkin bilan. Tiriklan sen bitta ayolni, endi u yonib ketsa mayli onasi demsin. Mana boshingdagi to'ppingni mana unaqa ekan. Ana bu yerda turganidan. Jalabti bolalari, mashinniklar, itta bolalari har xilcha o'yinlar topishdingda. Endi garelka bilan jin chiqarasanmi? U jinlar menimcha adashmasam, jinlar haliga alovdan yaralganda, seni garelkangga qo'yib qo'ygan joyi bor, ishonaver. Jinkashlar, sal bas kelar. Xalq, bunga sizlar aybdorsizlar. Minna sizlar aybdorsizlar, do'stlarim. Yugurib boraverasizlar. Voy, tabib chiqdimi? Meni kasalim bor edi. Voy, tabib chiqdimi? Meni kasalim bor. Kasalingga ham qo'yam, miyangga ham qo'yam, butun bir miyangni sistemalariga qo'yam. Seni dayus erlaringga ham qo'yam. Erlar, haligi xotinlaringni bir kontrol qilasizlarmi? Qanaqa haligi insijinsga boryapti? Bu mulloni o'zi shayton bo'lsa-chi? Shaytonga sig'ilgan bo'lsa-chi? Hamma ham to'pni kiyib olsa musulmon bo'lmaydi. Mina to'pni kiyib olib mana shunaqa qilayotganlar, bularda oxirati yo'q. Mana shu jinkashda do'stlarim, oxirati kuygan buni. Absolyutda do'stlarim, oxirati kuygan. Endi sizlar oxirati kuygan odamni oldiga borib jin chiqaryapsizlarmi? Yo'q, qishlog'ingda masjiding yo'qmi? Viloyatingda masjiding yo'qmi? Tumaningda masjiding yo'qmi? Masjidlarimiz tiqilib yotibdi. Tiqilib kerak bo'lsa Toshkentga kelishing mumkin. Katta imoratda katta domlalar turibdi. Telefon qil. Haligi darja sendaqa dalbayoblarga, jinkashlarga, o'sha jinkashlarga boraydigan dalabti bolalariga senlar uchun telefon raqam qilingan 911 mi, 119 mi shunaqa. Haligi Google ga ursang chiqib kelar o'sha. Telefon so'rashing mumkin. Mana shu jinkashlar to'g'rimi desang, kulib beradi. Hadislar bilan ustingdan kulib tashlaydi. Masjidga borib o'zlaringni o'qitinglar do'stlarim. Domlalarimiz yerda oylik olyapti. Davlatni budjetidan oylik olyapti mullalar. O'shaqqa borib, mana shunaqa o'zimni noto'g'ri his qilyapman desang, shunday haligi nima haligi suv qilib beradi, bitta suvni ichasan, qaytarma deydimi? Shunday ichasan, shunday baxtli bo'lib ketasan. Sirraz ishlaring yurishib ketadi. Faqatgina mana chikirgan miyangdan insi jinsni sen chiqarishing kerak. U ajina seni badaningga kirmaydi. Seni miyangga mana bu yoqqa qurt kirgan. O'sha qurt seni haligi unga tortaveradi. Men do'stlar, men shuncha masalan yuraman, biror marta shunaqa voqeani men ko'zim bilan ko'rmaganman-da. Bir marta juda katta millo kelgan edi, juda katta millo edi. Endi men jinni ketdiman, so'kinib gapiraman, to'polon qilaman, lekin ishimni qiladigan bo'laman. Keyin o'sha domlada ajinalar haqida gap ketdi. Domla dedi, men ham so'kinadigan bo'laman, menga ura ajina bu shayton kirib olganmi desam, birinchidan shayton kirmaydi dedi. Ikkinchidan sendan shayton o'zi qo'rqadi dedi. O'shandan men mana mazaq yashayapman. Unga bir o'yin ilib ketdi. Do'stlarim, tushunyapsizlarmi? Musulmon odam o'zi vijdoni toza bo'lsa, o'ziga mukammal bo'lsa, kechki paytga YouTube'ing bor, Instagram'ing bor, oyatul kursini yo'q, uxla kayf qilib. Pas birga qo'yib qo'y oyatul kursini. 8 soatligi bor, 10 soatligi bor, 18 soatligi bor. Necha soat o'qiysan? Rovna ana shuncha oyatul kursi bor. Mazza qilib yotasan-da-yu oyatul kursida keladi. O 7 ta suralar yozilganlari bor. Yoqib qo'y, eshitib o'tiraver. Inam, jinnam, bajini ham birontasi senga yaqinlashmaydi. Menga o'xshab o'zing ajina bo'lasan-ki, mazza qilib yurasan hayotda. Lekin bormaylar, sehr, kaldastvo degan narsalarga. Bular o'zlarini vijdonini sotgan, bular dinini sotgan. Bular musulmon emas. Islom dinida kufsuf qilish degan narsa yo'q do'stlarim. Faqatgina Qur'ondan o'qiladi. Qur'ondan eg'i o'sha tamom insi jins do'stlarim. Faqatgina o'sha qiyomatini sotgan, o'zini joyini do'zaxga tiqqanlar mana shunday o'zidan haligi tabib yasab oladi, o'zidan sehrgar yasab oladi, o'zidan haligi men jin chiqaraman deydi. Yoshgina bitta ko'tni ko'rdim, hozir videosi bor bo'lsa ko'rsatib qo'yaman uni ham. Bitta ko'tni ko'rib qoldim do'stlarim. Naturalni ko't, ishonaveringlar. Chisti ko't. Yarim ko't emasda, chisti ko't onasidan, ishonaveringlar. Hozir qaranglar. Ko'tiga qo'tagan yosh patsan bola chiqibdi. Men dedi, ajinaqa deyman. Patsan bola. Sen manonimda ham haydolmaysan oldinga borsan. Manonimda haydolmaysan sen, ishon. Hozir do'stlarim ko'rsatib beraman. Pizdez men kecha xuyet qildim ko'rib. Vashi deysiz. Atmitka narayotsam. Hozir do'stlarim topib olay. Endi mana bu itti bolasini qaranglar. Qaranglar do'stlarim. Asanmi? Ha? Kichkinayib og'zidan chiqasan. Ko'tidan chiqasan. Faqat og'zidan chiqish kerak. O'ldirish. Qancha bo'ldi kirganingga? Ha? Baxshi ayol kishimi, erkak kishimi? Erkak.
Erkek kishimi? Chiqyapsan. Chiqyapsan. Tilingga qo'tarib. Ha? Bo'ladi. Yo'q, yana bitta narsani ko'ringlar. Mana bu ko'tni qaranglar do'stlarim. Hozir bitta akaning ichidan jin chiqardik, alhamdulillah. O'zi ham yomon qattig'i kelibdi-da. Rosa qiynalib ketdim. Qiynalib ketdim mana endi. Men sizlarga bir parchasini qo'yib beraman. Ko'zingni ochib Qaranglar. Voh, nechun. Boks qilmoqchi bo'lyapti, qaranglar. Yemisan? Men erkakcha gapirmaysan. Qaranglar, hozir tepadi. Erkakcha kurashasan? Qaranglar. Allohu aliyyul ladina amanu Qaranglar. Hozir bitta akaning ichidan jin chiqardik. Yo, duo qilib chiqarganni ko'rganman. Ko'psim qilib chiqarganni ko'rganman, lekin jinni do'stlarim. Tepib chiqarganni ko'rmaganman-da, biznes prosta do'stlarim. Tushunyapsizlarmi? Mana shu kod bonasini sizga buni, do'stlarim, mana shu kod. Yo, oyatul kursini aytib chiqarganini men eshitganman-da do'stlarim. Lekin tepib jin chiqarganini men umrimda eshitmaganman, ko'rmaganman. Agar do'stlarim kimdir ko'rgan bo'lsa, do'stlarim yozib qoldiringlar. Hozir jinlar ham savremenni debdi-da, avval oyatul kursi aytish kerak edi. Bir 5 ta sura bor-da, Qur'on o'qish kerak edi, chiqarish uchun. Hozir kurashasanmi deyish kerak, ko'tiga bitta tepish kerak, ana jin chiqib ketdi deyish kerak. Tamom bo'ladi, problema. Ha, domlalarimiz bechora qiynalib yurgan ekan-da, shu vaqtgacha. Domlalarimizga buni ko'rsatish kerak. Domlalar, mana itta bolalari haligi tepib chiqarganda asli katta domlar-ku. Uni bir sizlar chap oyog'i bilan tepinglar desa, yoki qo'llaring bilan urib chiqaringlar deyish kerak. Jindalik, ko'ryapsizlarmi? Bular mashinik, obunachilarim. Kulgili, juda kulgili do'stlarim. O'shaning uchun ham men kulaman-da, mana unaqa amdi bolalarni ko'rganimda-ki, albatta kulasam bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Bular hammasi mashinik. Hech qanaqa bular domlamas, hech qanaqa tabib emas, hech qanaqa bu haligi millo emas bular. Hech qanday bu jalabti bolalar shayton hayda olmaydi. Hech nima. Ko'tini teshig'iga javob beradigan bolalar emas shular. Lekin sizlarni aldaydi. Sizlardan soqqani oladi. Ichingga unaqa ajina kirgan, bunaqa ajina kirgan deydi. Gipnoz degan narsa bor-da. Metoda mentalistikani o'qisalaring o'zlaring tushunasizlar nima deyotganimni. Gipnoz degan narsa bor. Seni prosta mana beg'ingdan yoki beg'ingdan ushlab turib gipnozga kiritish mumkin. Gipnozga beriladigan insonlar ichimizda ko'p. Pashti 53% mi 54% odam gipnozga beriladi. Bilsalaring mana Rossiyaga kim kelgan bo'lsa, vokzalda siganlar shuna oldinga kelsa, sumkalaringni ochib berasan o'zing. O'z qo'ling bilan pul berib borasan. O'shani gipnoz deydi. Bular ham gipnoz bilan shug'ullanayotgandir do'stlarim. Biz haligi o'zini domlaman, unaqa ajina haydayman deb turib, o'zi gipnoz bilan shug'ullanib, aytib qo'yay, bitta Surxondaryoda bittasi bor edi, gipnoz qilib ayollarni jinsiy aloqa bilan kirgizaman deb, rosa daxuy ayollarni sikib tashlagan do'stlarim. Daxrini haligi o'sha Surxondaryo tarafdan Uchqo'rg'on deganmi, Ikkiqo'rg'on degan joyi bor. Xotinlaringni, o'sha bolalaringni tekshiringlar. O'sha domladan ham bo'lishi mumkin. Domla anchadan beri ishlar ekan. Bir tekshirib ko'ringlar, DNK ga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ayollar, bu ajinalikning ustiga sizlar turasizlar. Imенно sizlar aybdorsizlar-da. Haligi domlaga borasizlar, o'qitishim kerak, o'qilishim kerak, bu qilishim kerak. Hurmatli obunachilarim, men o'qitgan insonlarni ko'rganman. Bir ikki bilmagan shularni. Hayotini oxirida amini yegan, Xudo o'rgan hayotlarida yashashadi do'stlarim. Insi jins qiladigan, ilmi amal qiladigan, ilmi amalga boradigan insonlarda oxirati kuygan do'stlarim. Ularning hayotining oxiri ham shunday. Men masalan ilmi amalga, insi jinsga ishonmayman. Do'stlarim, shu narsani sizlarga ham ta'rif qilaman. Mendan boringlar, juma kuni namozga boringlar, bir 5 litr baklashkani qo'yib qo'yinglar, o'sha yerda haligi jamoat namozini kuchi bilan o'sha qaytarma suvga aylanadi. O'shani ichsang bironta jin senga yaqinlashmaydi. Oyatul kurslari bor, o'qinglar. Kitoblar bor, internet bor, telefon bor, hamma joyda suralarni o'qisang bo'ladi. Butun Qur'on kitob qo'lingda turibdi. Jalablarni tomosha qilishni bilasizlar, porno tomosha qilishni bilasizlar, seks tomosha qilishni bilasizlar. Haligi bo'lar bo'lmas qo'shiqchilarni, bo'lar bo'lmas dalbeblarni ko'rishga aqllaring yetadi-da-yu, lekin ikkita surani o'qishga aqllaring yetmaydi. Problema shunda do'stlar, problema shunda. Telefoningda hamma narsa bor. O'sha ayollar, sizlarga bir tegishli xafa bo'lmaysizlar, erkaklar ham bor. Mana bitta erkak ham borib olgan, boksyor jinki kirgan ekan, boks qilyapti onayning. Yo'q, tova, astagfirullah. Shuncha odamlar 2 soat, 3 soat domlalarimiz Qur'on tilovat qiladi.
o'sha jin ajinlar chiqishi uchun bu tepib qo'yar ekan. Dang etib tepar ekan, anchadan ma'da chiqib ketar ekanda do'stlar. Komediyani uni высший уровень. Mошенничествоni высший уровень do'stlarim. Bu onlaynizga fohishalar qachon tugaydi, men qutulaman. Buni kanaliga kirdim. 500 mingta obunachisi bor. Obunachilarim 500 mingta. Prosta buni kanalini qaranglar-da, bu jalabti bolasini kanalini qarang. Aytgancha otini yozmagan ekan bu jalabti bolasi. Nima deb yozgan? Umra, ruqiya, hijama, sunnat asosida molajami shunaqa deb yozilib olgan. Telefon raqamlarini ham qo'yibdi. 4 yillik tajribasi bor ekan. Manqasini artganiga o'zi 1 yil bo'lmayapti bu jalabti bolasini, lekin 4 yillik tajribasi bor ekan. Telefon raqami Toshkentda ekan do'stlarim. Bu yerda Toshkentda. Toshkentliklar like ni banglatib bosamiz, mana jalabti bolasini hamma joyga tarqatib o'ramiz. Keyin fikrimni bildiraman. Seni bu video sizni 20-iyun shanba mana ko'ryapsizlarmi? Shanba kuni do'stlarim bu takka saqolda bu itta bolasi. O'zi shu qo'ygan saqolidan ma'lumda bu echkiga sig'inadi, shaytonga o'sha Bafometga sig'inishadi do'stlarim. Takka saqolidan o'zi ma'lum bu do'stlar, itta bolasi. O'shaning uchun Toshkentliklar like ni bosamiz, maksimal Toshkentlik gruppalarga tashavvuringlar. Toshkentdagi ayollar, Toshkentdagi erkaklar xushyor bo'linglar. Bunaqa mashinliklar, tabiblar tiqilib yotibdi. Bundan oldin nima edi oti? Qahramon Sirojov degan mashinlikni olib chiqqan edik do'stlarim. U ham xuddi shunday. Tabiiy jin haydab lecheniya qilib lekin chiroyli qizlar lechkasiga haligi yozib dori darmon so'rasa, haligi ketmon dastasini suratga oladi, tashlaydi. Tanishaylik, sikishaylik, gasinsan bor, uyim bor deydi. Shunaqa insonlar bular do'stlar. Bu tabiblar o'zi xudo urgan. Bular o'zini shaytonga sotgan, oxirati kuygan bulardi. Tabiblarga mana shunaqa haligi jin haydaydiganlarga borib, oxiratlaringni kuydirib qo'yasizlar. Xushyor bo'ylar. Kim shunaqalarga borgan bo'lsa, ayolmisan, erkakmisan, haligi bir diningni yangilab o'rging. Borib bir domladan maslahat so'ra, dining ham kuyib ketgan bo'lishi mumkin. Oxirating ham kuyib ketgan bo'lishi mumkin. Iymoningni yangilab ol. Do'stlarim, xushyor bo'ylar. Bunaqa mashinliklar juda ko'p. Jin, pin deydi va hokazo. Hozir 21-asr qanaqa jin do'stlarim, qanaqa jin. Odamlar o'zi jin bo'yotibdi-ku, o'zi odamlarni o'zi ajinadan battar bo'yotibdi-ku, onasini bilsin. Hozir ajinadan emas, odamdan qo'rqish kerak. Ko'ryapsizlar, ichki ishlar bilan 13 yashar qiz lisensiya qilib qo'ygan. Yana qaysidir tumanda islomiy ma'ozi ichki ishlar akasini oldida singlisini ko'tarib olib qochib ketgan, poliyaga borib sikmoqchi bo'lgan. Borib o'sha yerda ushlashgan, bo'yniga olmagan, men sikmadim degan yana. Tavba qildim. Shunaqa zamonda yashayapmiz. Odamlardan qo'rqish kerak do'stlarim. Odamlardan, ajinalardan emas, o'zi ajinalar ham xuyet qildi. Bitta o'zbekistonlikda blogerni ko'rdim, menga juda ham yoqdi. Haligi shayton, "Davay, bunday qilamiz" desa, un shaytonlikdan ham battarroq haligi fikrda aytaveradi. Keyin oxirida aytadi, "To'xta" dedi, "Bu odamlarga mening o'sha fitna fasodim kerak emas ekan, bular mendan o'tishibdi o'zi" dedi. O'sha blogerning videolarini ko'rdim, hali ko'rsataman efirlarimda, juda haligi chotki gapirib qo'ygan. Juda ma'noli o'sha efir qilgan, o'sha videolar qilgan do'stlarim. Juda men xursand bo'ldim. Hali aqli hushi joyida bor insonlar ham yoshlarimiz ichida ham ko'p ekan. To'g'ri gapirdingiz ekan. Pulistizchi. Do'stlarim, ekranga ikkitadan uringlar, like'larni danglatib bosinglar. Bu qancha like bo'lsa, o'shancha tarqaladi do'stlarim. Albatta Telegram kanalimizga a'zo bo'linglar. Ertadan boshlab 2 kundan keyin do'stlarim dahshat efirlar bo'ladi. Bunaqa itvachchalarni hali anchasini olib chiqib tashlayman. Vapshe bir yangi temalar qo'shiladi. Telegram kanalimda ham bo'ladi do'stlarim. Albatta Telegram kanalimga o'tib, albatta obuna bo'linglar do'stlarim. Dahshat videolarni biz eqa tashlab boramiz va o'sha yerdan davom etamiz. Va Telegram kanalimda chatim bo'ladi. Shaxsan o'zim bilan suhbat qilishlaring mumkin. Bemalol haligi maslahat qilib, nima yordam kerak bo'lsa, albatta qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Ehsondan tashqari do'stlarim, ehsondan tashqari. Futbolni ko'ringlar do'stlar deyapti. Futbol menimcha ertaga bo'ladi. Assalom. Kim Ulug'bek, Sozi, dan Azadam, Digama. Jarajon yaxshimisan? Telefon qora, telefonlaring ham yo'qolib qolsin. Zang zamadi. U o'zimdan nomerimga telefon qil. Timurjon, sizni sizni folbinlar duo qilyapti. Do'stlarim, folbinlarda duosi ham o'tmaydi, ularda kufsufi ham o'tmaydi do'stlarim. Chunki Timurjon juda o'ziga xushyor. Shunday kerakli duolarni qo'yib qo'yish, faqat uxlayman-da do'stlarim. Shunaqa mazza qilib yotib olib uxlayman-ku. Haligi
Alloh taolo haligi chevarzor, men o'zim bunga guvoh bo'lganman do'stlarim. Hozir men mana sigaretni chekib olay, bunaqa narsalarni sigaret bilan gapirsam g'alati bo'ladi. Hozir men o'zimda boshimda o'tgan voqeani sizlarga gapirib beraman do'stlarim. O'shandan keyin sizlar tushunasizlar nima deyotganimni. Hurmatli obunachilarim, mana shu joyga banglatlar layklarni, like gadosi debdi. Men like gadosi emasman. Qancha like bo'lsa, o'shancha ko'proq odam ko'radi. O'shancha sendaqa daislarni onalaringga kirib ketasan. O'shancha men mazza qilaman. Men daislarni beraman, maqsadim daislarni itarish-ku. Sendaqa fohishalarni, daislarni itarish, kofirlarni itarish. O'sha piva festivalchilarni itarish. Pena festivalchilar bor bu yerda. O'shaning uchun haligi ovora nima? Menga o'zi bor yo'g'i 50 ta like kerak. YouTube'da platforma shunday ishlaydi. 50 ta like o'zi yetarlicha. Men ko'proq bo'lsin, 4 barobar, 5 barobar ko'proq bo'lsin deyman. Men senlardan 10 qadam oldindaman. Men miyam qisilib qolmagan. Daislar. Hozir voqeani gapirib beraman. Nima uchun men o'zim shaxsan o'sha Allohning borligiga ishonaman. Mana insi jinslarga, shayton payton bunaqa narsalarga men aksariyat ishonmayman. Hozir bir voqeani aytib beraman do'stlarim. O'zlaring tushunib olasizlar. Bu narsani bemalol meni efirimdan keyin Telegram kanalimga kirib, yerda chatim bor. Chatda bossalaring, chatga o'tasizlar. Chatda yana chat bo'ladi. Ana shu yerda video chat bo'ladi to'yz. Kirib bemalol muxlislarimdan so'rasalaring bo'ladi. Muxlislarim ana shu narsani 100 ga 100 aytib beradi sizlarga, o'zimda obunachilarim, eski obunachilarim. Mayli do'stlarim, shu bilan gapiraman, o'zi efirim 1 soatdan oshib ketdi. Sizlarni ham charchatib qo'ymay. Xullas kalom do'stlarim, ayolimda o'sha bo'ynida bo'lganda Alloh taoloning lafzi borda, o'sha har bir inson farzandini ismini Muhammad qo'yaman desa, o'g'il bola deb tug'iladi degan. Do'stlarim, bu haqiqat, hadislar bor, o'qishlaring mumkin. Mana shu narsa haligi homilador bo'lganiga bir hafta bo'lganda adashmasam. Shuna gruppaga kirdim, obunachilar tabriklaylar dedim, ismini Muhammad qo'yaman dedim. Allohga qasam bor, o'g'il bola bo'ladi. Do'stlarim xuddi shunday bo'ldi. Ana Muhammad o'zi kattakon ishonaveringlar, o'zi 11 oylikmi, 10 oylik. Lekin uni ko'rsalaring 2 yashar bolaga o'xshaydi. Kattakon bolacha. Tushunyapsizlarmi? Allohning bu yerda qasamni ko'ryapsizmi? Qanday dang etib o'tadi. Yana bitta narsa do'stlarim, qaysi inson qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar farzandining ismi Muhammad bo'lsa, u albatta jannatga kiradi do'stlarim. Usloviyasi bor. O'sha Muhammad qo'yganingdan keyin farzandingni kamgina dindan xabardor bo'lish kerak. Kamgina emas, konkretna dindan xabar bo'lish kerak. O'sha oyatlarni o'qishni bilish kerak va hokazo. O'shaning uchun farzandlaringning ismlarini Muhammad qo'ysalaring, ajinalar ham yaqinlashmaydi sizlarga, balki balo battarlar ham, kasofatlar ham, hamma narsa sizlardan uzoq bo'laveradi. Muhammad ismli farzandni do'stlarim barakasi bo'ladi. Bu dinda targ'ibot emas do'stlarim, o'zlaring bilasizlar, men sigaret chekib qayerga yuradigan bo'laman. Faqatgina bu fakt. Tushunyapsizlarmi? Bu fakt, realnost bu. Buni qanday qabul qilasizlar, o'zlaring bilasizlar. Kofir bo'lib ketasizlarmi, kut bo'lib ketasizlarmi, menga po'xo'y. Dais bilasizlarmi, fohisha, trans, galboy, kut, vatan xo'yini bilasizlarmi, menga po'xo'y. Lekin bu haqiqat do'stlarim. O'shaning uchun Alloh xudo bor narsa, insi jinslardan uzoq yuringlar, folbinlarga borayotganlar, albatta oxiratlaringni kuydiraverasizlar. Oxiratlaring kuyadi, qaytaraman do'stlarim. Folbinga boradigan, insi jinsga boradigan, birovda ilmi amal qiladiganlar albatta oxiratlaring kuyib ketadi. Borgan bo'lsalaring, realni tavba qilinglar, masjidga bordilar, masjidga borib domlaning oldidan maslahat so'ranglar. Endi viloyat domlalar har xilcha bo'ladi, har xilcha tushuncha bo'ladi do'stlarim. O'shaning uchun domladan borib so'raganlaring yaxshi. Davlat domlalarga oylik beryapti do'stlarim. Oyligini ular ishlash kerak. Ana o gaplar yolg'on. Domlalarga $100 berish kerak, $500 berish kerak. Bu gaplar yolg'on do'stlarim. Hech qanaqa pulim yo'q desang, domla senga kerak bo'lsa pul berib yuboradi. Do'stlarim, hozir masjidga bor, o'sha ajina kirgan menga degin, domla seni ham bepul o'qiydi. Agar yordam kerak bo'lsa, haligi yordam kerak bo'lsa, kambag'al bo'lsang, masjidda fondidan kerak bo'lsa senga pul ham beradi. O'shaning uchun internetda yurgan domlalar pul uchun degan narsalarga ishonmanglar, bular yolg'on. Boy bo'lsa o'zi berib ketyapti. $500 berarmi, $1,000,000 bermaydimi? Boyvachcha qissasini chiqqanda beryapti. Lekin masjid tarafdan qanchadan qancha kambag'al oilalarga, yetim yesirlarga, eri yo'q ayollarga yordam berganini men o'zim shohid bo'lganman do'stlarim. Hattoki o'sha masjidda fondidan erkaklarga aytilib, o'sha kam ta'minlangan oilalarga meros yordam berilgan masjid tarafdan. Men o'zim tirik shohidiman. Men bilasizlar do'stlarim, hayotda yolg'on gapirmayman. Agar masjid mana shuncha xalq pulini yeb qo'ysa, men chiqib mana Gandonda bolasi mana shuncha pulga qilyapti, mana mulla ko't ekan deb bemalol gapiraman men. Urib qo'ygan joyim bor. Birontasidan qo'rqmayman. Lekin ko'rgan narsamni
ko'rmadim, yolg'on bu, yo'q mana internetdagi fohishalarda gapi to'g'ri deb ayta olmayman. Agar yordam kerak bo'lsa, masjidga borsalaring 100% yordam beradi. Masjidda fondi bor, davlat tarafdan ham masjidga pul ajratiladi kambag'allarga do'stlarim. Bu narsa ham fakt, borib domlalaringdan so'rashlaring mumkin. Hurmatli obunachilarim, ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan hamma narsaga ham ishonavermanglar. Jalabti bolalari ko'payib ketgan. Bizda domlalarimizni yerga uradi, davlatni yerga uradi, qonun qoidani yerga urishadi, millatni yerga urishadi, dinni yerga urishadi. Faqatgina o'zlarini bunday tagini kovlasang, jalablik qilib yuribdi, galboylik qilib yuribdi, translik yoki bo'lmasa vatanxo'yinlik qilib yuribdi. Yo, daislik qilib yuribdi. O'shaning uchun to'g'ridan to'g'ri fikr qilishni o'rganinglar. Telegram kanalimga o'tsalaring, yerda ichki ishlarda ishlaydigan, prokuraturaga ishlaydigan mullalar, o'sha hoji otalar, hoji onalar bor. Любой savollaringga qonun taraflama, din taraflama, hamma ko'cha taraflama, hamma taraflama tushuntiradigan insonlar bor. Kiraylar, obuna bo'linglar, aka-uka bo'lamiz, bemalol maslahat qilamiz. Yerda mendan ham katta insonlar bor. 80 ga 90 ga kirgan odamlar bor. Bemalol любой savollaringga kritiskiy, men masalan yaqinda bo'lib qoldi shunaqa narsa, bir 5 ta 6 ta ayol lichkamga yozdi. Timurjon, musofirdamiz, Rossiyadamiz, bittasi u yerda ekan, bittasi bu yerda, adreslarini aytib o'tirmay. Muloqot yetishmaydi dedi. Muloqot, общение. Mana общение yetishmaydi dedi. Kanalimga kiring dedim, silkani tashlab berganman. Xursand, Timurjon kanalingizda topganimdan xursandman dedi. Chunki meni kanalimda urush desang, urush bo'ladi, domlalarni olib kelamiz, amr ma'ruf bo'ladi do'stlarim, yuristlarni, advokatlarni olib kelamiz, qonunchilik taraflama tortish bo'ladi. Prosta hamma taraflama do'stlarim. Telegram kanalga o'tsalaring, juda o'zlaringga foydali narsalarni eshitasizlar. Shunaqa insonlar yuribdi, o'zini o'g'lini invalid, o'zini qizini invalid deb o'zidan nochor yasab olib sadaqa so'rab yuribdi. Telegram kanalimizda sirazi adresini so'rasak, adreslarini berish olmayapti. Do'stlarim, lekin pul so'rashga erinmayapti. Kartani tashlab beraymi deydi. Yo, bizga seni kartang kerak emas. Uyingga odam jo'natamiz. Qani o'sha mahallangning yettiligi nimaga senga qaramayapti desak, yo bo'lmaydi bunday deydi. Chunki ular mashinnik, yolg'ondan kiradi gruppalarga. Keyin Telegramma sadaqa so'rab yurgan insonlarga sadaqa yordam bermaylar. Hozir mahalla yettiligi bor, xotin qizlar bor. Tiqilib yotibdi do'stlarim, ishonaveringlar. Mahalla yettiligiga bor, o'sha mahalla raising bor, haligi komitet, xotin qizlar va hokazo tiqilib yotibdi. Borib real insonlardan yordam so'raylar. Telegramma yurib, gruppa yurib sadaqa so'raganlar 99% mashinnik do'stlarim. Kartalarini tashlaydi, sizlar ularga pul tashlasalaring, nomerlaring chiqadi. Nomerlaringdan keyin qolgan pullaringizni ham xizmat qiladi. Yaxshilik qilaman deb do'stlarim, yeb qolasizlar. Juda ham hushyor bo'lar. Ijtimoiy tarmoqda mashinniklar to'lib ketgan. Hurmatli obunachilarim, yetarlicha gapirdik. Ertaga dahshatli efirga layklarni bosib qo'yinglar. Telegram kanalimda topolmaganlar kommentariyada efirdan keyin birinchi kommentariya zakreplonda turadi. Telegram silka deb turgan bo'ladi. O'sha silkani shunday bossalaring, albatta Telegram kanalimga o'tasizlar. Tepasini bossalaring, video chat bor. Chatga o'tasizlar, chatda yerda gruppa bemalol gaplashib, bemalol suhbat qilamiz. Maksimal o'tlar, maksimal obuna bo'ladi do'stlarim. Dahshat efirlar hali oldinda. Hammaga rahmat. Har doimgidek men shu yerda. Ayollar. Bu o'lik